اطلب العلم. Saudiya Arabistonda bepul ta'lim olishni xohlaysizmi? Unda bu 5 faktni eshitishingiz kerak. 5-inchisi aniq sizga kerak bo'ladi. Birinchi fakt. Saudiya Arabistonidagi barcha davlat universitetlari xorijlik talabalar uchun 100% grant asosida ta'lim beradi. Ikkinchi fakt. Talabalar uchun har oy $224 stipendiya ajratiladi. Uchinchi fakt. Sifatli ta'lim. Saudiya Arabistondagi universitetlar dunyo reytinglarida yuqori o'rinlarni egallab, bu ko'rsatkich yildan-yilga rivojlanib bormoqda. To'rtinchi fakt. Muqaddas zaminlarda ham o'qib, ham ibodat qilib, sifatli ta'lim olish imkoniyati. Siz bemalol haj va umra ibodatlarini qilishingiz mumkin. Beshinchi fakt. Hujjat topshirish osonligi. Saudiya Arabistoni tashqi talabalar uchun Study in Saudi yagona portalni ishga tushirgan. Bu platforma orqali hamma o'z imkoniyatini sinab ko'rishi mumkin. Eng qizig'i, siz Saudiya Arabistonda o'qish uchun arab tilini bilishingiz shart emas. Agarda siz arab tilini bilmasangiz, bu yerga kelib 2 yillik til kursiga yozilasiz va o'rganib bo'lgandan keyin o'qishni davom ettirishingiz mumkin. Sizga bu masalada Jazira Edu jamoasi yaqindan yordam beradi. Hujjatlaringizni to'plashga, tarjima qilishga va topshirishga o'zlari boshidan oxirigacha yordam berishadi. Agarda sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. O'zlari aloqaga chiqishadi.